نامت عيون وتيقظ تائبان عيون. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala birinchi oyatlarında, o'zing kalam sharifida birinchi oyatlarında anlatib aytadi, ilm turahanda, ilmning fazilati, ya'ni imonli bandalarga ilm bik kerak, ilm bilan yo'ldosh bo'lar kerak turahanda anlatib aytadi. Qur'onda bir oyatda Allah subhanahu wa ta'ala anlatadi, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. So'rag'iz ilm ahlidan. Agarda siz bilmasangiz. Bunda bizga Alloh taolo aytadi, ilm ahlidan so'raga qo'sha, ilm alarga qo'sha eng birinchisi. Ilm alarga agarda siz bilmasangiz. Hamda ilm alar uchun murojaat etirga qo'sha kimlarga? Ilm ahlilarına. Yani ustozlarga, alimlarga, o'qituvchilarga murojaat etirga qo'sha. Ularga o'zi alg'i tugul. Bigrakda bu boshlang'ich vaqtda. Agarda biz dinga kelamiz ekan, ya'ni amalga bosamiz, shariat bo'yicha yashashga tirishamiz ekan, eng birinchisi albatta bizga har iymonli kishiga, har musulmon kishiga ilm alu ul farz. Ilm alu ul farz. Abizatini rosa aytganda. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, o'zining ko'rkam hadislarining birida li kulli shay'in tariqun va tariqul jannah al-ilm. Har nimaga erishish uchun, yetish uchun o'zining yo'li bor edi. Har nimaning o'z yo'li bor. O'shmoqqa erishishning yo'li u ilm. Mana Peygamber ap-asıq bizga anlatib ko'rsatdi. Ya'ni ilm ol aslında u xazina. Peygamber Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan qolgan eng bir xazinaning biri ilm. Ilm ol qurol, ilm ol kishini yo'l ko'rsatuvchi, yo'lda yoqtirib boruvchi. Adashgan vaqtda shu nur bilan kishi shu nur bilan yo'l topib chiqib ketasak. لا قد نامت عيون وتيقظ